Sir ortida YouTube kanali. Bu kanaldagi hikoyalar faqat ko'ngilochar va ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan. Ayrim voqealar badiiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Kanal hech kimni haqorat qilish yoki zarar yetkazishni maqsad qilmaydi. Salomatmisiz? Bugun siz bilan talab va takliflarga binoan avvaliga ona ko'z yoshlari audio hikoyamizni endi ikkinchi qismini ham chiqarishga qaror qildik. Avvalgi qismida ona Yui hamda ota Keito o'g'illari Yuttodan ayrilgan holatida va hikoya so'ngida jajji Miyo qizaloq dunyoga kelgani haqida hikoyamizni tinglagan edingiz. Kim agarda ushbu hikoyani birinchi qismini izlatgan bo'lsa, Sir ortida YouTube kanalimizda joylangan ona ko'z yoshlari degan mavzu sarlavhasida bu gal ikkinchi qismini tinglashingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz biz boshladik. Har qanday ota va ona farzand yo'qotishi azobidan keyin o'zlariga kelishi juda qiyin bo'lar ekan. Lekin hikoyamiz qahramoni Yui yillar o'tib yana farzand ne'matini his qildi. Lekin o'g'li Yuttoni sira unuta olmas edi. O'g'li maktabda 3-sinfga o'tganida ayrilgan ona o'g'li Yuttoning suratini xonasiga katta qilib devoriga ilingan. O'g'lini sog'inar, lekin uchrashish imkoni yo'q edi. Qizi Miyo ham bu orada ancha katta bo'la boshladi. Turmush o'rtog'i Keito Yaponiyadagi tijoriy korxonaning tashkiliy ishlar masalasida faoliyat yuritib kelar edi. Bu orada Keitoga rahbar yangi topshiriq berdi. 5 oy davomida korxonaning nima uchun foydaga emas, zararga ishlayotganini Keito aniqlashi lozim edi. Ammo Keito bu vazifani bajara olmadi va nihoyat bu orada 5 oy muddat yakunlandi. Rahbar Keitoni xonasiga chaqirdi. Keito kirdi va rahbar Keitoga o'z ish joyini bo'shatib qo'yishini va ishdan bo'shash haqida ariza yozib berishini tayinladi. Keito yozib berdi va narsalarni yig'ishtirib bir do'sti Nagasaki yoniga bordi va do'sti bilan birga sharobxo'rlik qilib Keito do'sti Nagasakiga ishdan bo'shaganini aytdi. Do'sti ham yomon bo'libdi-ku. Bilasan, hozirgi kunda yaxshi ish topish juda qiyin bo'lib ketgan. Endi nima qilmoqchisan dedi. Keito, boshim qotdi. Bu haqida Yuiga aytmayman. Agar aytsam, u ham xafa bo'ladi dedi. Do'sti Nagasaki unga Yaponiyada ishchilar boshqarmasi borligini aytdi. Keito, boraman, boshqa bir yangi ish topaman deb do'sti Nagasaki bilan xayrlashdi. Keito uyiga yetib keldi. Ayoli Yui eshikni ochdi va ular o'z xonasiga kirishdi. Keito, men dam olaman. Bugun ishlar ko'p bo'ldi, deb Yuiga ta'kidladi. Yui Keito ishdan bo'shaganini sezmadi hatto. Ertasi kuni Keito ishchilar boshqarmasiga yetib keldi. Kelsa ish izlab kelgan ishchilar shunchalari ko'p ediki, Keito 423-navbat bilan kuta boshladi. Bu orada kun ham kech bo'lib qoldi va nihoyat Keitoning navbati keldi. Uni suhbat qilayotgan xodim yonidagi stolga o'tirib, o'zi haqidagi ma'lumotlar ro'yxati papkasini xodimga tutdi va xodimga, men katta ofisda yordamchi rahbar bo'lib ishlaganman. Menga shunga o'xshash ish topib bersangiz, sizdan juda xursand bo'lar edim dedi. Ammo xodim, men sizga oddiy qorovul yoki mehmonxonada hojatxona tozalovchi ishlari borligini ma'lum qilaman. Bizda
Hozirda faqat shugina ishlar qoldi, deb Keitoga hujjatlarni qaytarib berdi. Keito men o'ylab ko'raman, ertaga javobini aytaman deb unga javob qaytardi. U men qorovul bo'lib ishlashni o'ylab ko'rmoqchiman dedi. Xodim ha o'zingiz bilasiz deb u bilan xayrlashdi. Keito tushkun ahvolda uyiga kirib keldi. Yoi pishirgan taomni yeb bo'lgach, Yoi Keitodan sizga biron narsa bo'ldimi? Siz nima uchun tushkun kayfiyatdasiz deb so'radi. Keito ha Yoi hammasi yaxshi. Ishlar ko'p bo'ldi dedi. Yoi Keito yashab turgan uyimiz to'lovini to'lashimiz haqida pochtamizga xabar kelibdi. Shuni ertaga to'lab yuboring dedi. Yoi Keitoga qaradi. Keito unga javob berdi. Ha mayli, ertaga to'lab yuboraman dedi. Ertasi kuni sumkasidagi qo'l soatini sotib, uy xarajatlari to'lovini to'ladi. Unda har qanday ishda ishlab bo'lsa ham pul topish kerakligini Keito o'ziga ta'kidladi. Va ishchilar boshqarmasiga yetib kelib, xodim bilan uchrashdi. Xodimdan bo'sh ish o'rnini qorovullikni menga bering deb ruxsatnoma oldi va o'sha kunni o'zida ishga tushdi. Bino juda eski holatda. Binoda asosan maishiy texnika buyumlari saqlanar edi. Keito Yoiga qo'ng'iroq qilib, men uyga ertasi kuni ertalab boraman. Men tungi navbatchilikda qoldim deb Yoiga vaziyatni tushuntirib ketdi. Yoi go'shakini qo'yib, biroz tushkunlikka tushdi. Keito ishdan ayrilganidan biroz xafa bo'ldi. Bu orada Keito tungi smenani yaxshi topshirdi va uyiga qaytdi. Yoiga unga yangi ish haqida so'zlab berdi. Ish yaxshi yomon emas, biroq avvalgi ishxonamda beradigan maoshdan biroz kamroq ekan dedi. Sen xafa bo'lma Yoi, hali hammasi yaxshi bo'ladi deb ayoli Yoining ko'nglini ko'tardi. Bu orada oylar o'ta boshladi. Keito Yoi hamda qizalog'i Mio bilan xayrlashib, ishxonasiga tungi qorovulchilikka yo'l oldi. Yetib kelganda har doimgidek jimjitlik edi. Tungi chamasi 2lar atrofida. Maishiy texnika skrat atrofini ko'zdan kechira boshladi. Qo'lida bir kichik fonar bilan. Ne ko'z bilan ko'rsanki, 4 barzangi baquvvat yigitlar sklat yomburchagidagi daraxtlar orasidan sklat hududidagi texnika buyumlarini birin-ketin olib chiqishayotgan edi. Keito ularga fonar yoqib, "Kimsizlar? Tegmanglar!" deb baland ovozda ularga baqira ketdi. Yigitlar 4 kishi baravariga qo'llarida temir bo'laklari bilan Keitoga tashlana ketishdi. Keito ortiga qochayotgan edi. Ammo uning ortidan yetib kelib, uning 2 oyoqlariga og'ir temir bo'laklari bilan zarba bera boshlashdi. Bu orada Keito hushidan ketdi. Yigitlar o'g'irlangan texnikalarni olib sklatdan qochib ketishdi. Keito oradan vaqt o'tib hushiga kela boshladi va yonidagi telefon bilan doktorlar va xavfsizlik kuchlariga telefon qila boshladi. Ular yetib kelib Keitoni shifoxonaga olib ketishdi. Bu orada Yoiga ham xabar berishdi. Yoi qo'liga qizi Mioni olib kasalxona tomon yo'l oldi. Kasalxonaga yetib kelgach, Keitoni yoniga kirib, uni quchoqlab yig'ladi. "Xayriyat, tirik ekansiz" deb ko'z yoshi to'kdi. Shifokor Yoini o'z xonasiga chaqirdi va Yoiga turmush o'rtog'ingiz Keito endi ma'lum bir muddat yura olmaydi. Uni oyoq suyaklariga og'ir temir bo'laklari bilan zarba berishgan deb Yoiga vaziyatni tushuntirdi.
Yoi ko'zlarida yosh bilan Kaito yotgan xonaga kirib, Kaitoga qarata hali hammasi yaxshi bo'ladi deb uni quchoqlab yig'ladi. Ha, bu oilaga hali hayot turli sinovlarni yo'llagan edi. Hikoyamizni 3-qismini ham tinglashni istasangiz, Sir ortida YouTube kanalimizga obuna bo'ling deb qolamiz va izohlarda 3-qism deb yozib qoldiring. Siz bilan kelasi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, o'zingizni asrang.